haqiqiy chin ma'nodagi ilm majlisi, ilm dargohida bo'layotgan ikki ilm dargohining hamkorligida o'tkazilayotgan ulug' ajdodimiz Abu Iso at-Termiziy hazratlarining Sunan Termiziy sharhiga bag'ishlangan kitob taqdimotiga xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanat. Sunan at-Termiziy asari juda ham buyuk asar. Men o'zimni ham qisman o'rganish menga ham nasib qilgan dissertatsiyam doirasida. Chunki tafsirlar bo'yicha o'sha tadqiqot qilgan dissertatsiyamizda shu narsa ko'rsatib o'tilgandi. O'sha paytda o'rganganimizda Sunan Termiziyda 385 ta tafsirga oid rivoyatlar topilgandi. O'sha paytda topib, shu bir endi bor narsalar biz endi o'rganganmiz. Ana o'sha eng birinchi boshlangan hadislar ham man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar degan shu mazmundagi bir 2-3 ta rivoyat bor. Shunaqa bir rivoyatlar bilan boshlangandi. Imom at-Termiziy maqbarasini ta'mirlash, uni obod qilish ishlari boshlangan. Eslaymiz, 1990-yil O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi tomonidan Imom Termiziy yubileyi nishonlangan. Buni shayxning o'zlari ta'kidlab ketganlar. Qaysiki xonadonda bu kitob tursa, u oilada, u uyda payg'ambar alayhisalom gapiradigandek bo'ladilar deb. Ular hammasini asosiy maqsadi, demak, o'sha ajdodlarimiz boy ilmiy merosini o'rganish orqali yurtimizga o'sha xalqchil asarlarni yetkazib berish. Sunan Termiziy asari ham aynan o'sha mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'zi bizga, ya'ni insoniyatlarga, ummatga qilgan nasihatlari, ya'ni o'sha fe'l-atvorlari, ya'ni qolaversa mana hozir bugungi kundagi yoshlar tarbiyasida o'sha yoshlarni ota-onasiga hurmat qilishlik, kattalarni izzat qilishlik, qolaversa vatanga muhabbat, sadoqat, odob, axloq masalalaridagi hadislarni juda ham bir chiroyli shaklda qilinganligi, qolaversa mana bugungi taqdimoti bo'lgan aynan Imom Termiziy bobomizni Sunan Termiziy asarini sharhi kitobida ham aynan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni aynan o'sha hadislarga alohida sharh berib, bugungi kundagi ahamiyati qanday, bugungi kundagi mana hozirgi kunda globallashuv sharoitida yoshlarning tarbiyasidagi ularning ahamiyati qanday, ya'ni ko'rib turibmizki, hozir yoshlar tarbiyasidagi muammolar, umuman ijtimoiy odoblar masalasi, oila masalalari ko'plab, qolaversa ekologiya masalalarida ham qancha muammolarimiz bor. Mana shu muammolar borasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarini mana shu kitobda sharhlab, bugun ahamiyati, uni asrash, avaylash va qolaversa farzandlarimizni bugungi kunda o'sha sog'lom fikrli, vatanga sadoqatli, muhabbatli qilib tarbiyalashdagi ahamiyatini mana kitobda juda ham keng sharhlab beradi. Va bugungi taqdimot ham juda ham yuqori saviyada, yurtimizdagi ko'plab xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, mana qolaversa Diniy ishlar bo'yicha qo'mita, musulmonlar idorasi tasarrufidagi diniy ta'lim muassasalari, qolaversa davlatimiz rahbari tomonidan ta'sis etilgan, ochilgan mana Imom Buxoriy xalqaro markazi, Imom Moturidiy markazi, Imom Termiziy markazida katta ulamolar kelib, o'zlarini mana shu kitob borasidagi qilinayotgan yurtimizdagi islohotlardagi borasida ko'plab o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Haqiqatan ham bu kabi anjumanlar yurtimizdagi ulamolarni bir joyga jamlab, kelajakdan yana yurtimizdan Imom Buxoriylar, Imom Termiziy kabi buyuk allomalar chiqish uchun albatta nimalarga e'tibor qaratishligimiz va qolaversa o'sha talabalarni ham ilmga, fanga, bugungi kundagi taraqqiyotga befarq bo'lmaslik, balki ular ham o'zini ustida ishlab yangi asarlarni qilish, amalga oshirish zaruratini belgilab beradi. Va yana bir quvonchli xabarni shu yerda sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Biz mana hozir o'sha Sunan Termiziyni 1-jildini dan boshlab hozirgi kunga qadar 5-jildi va hozir 6-jildi ham nashrini kutib turibdi. Tez orada nashr bo'ladi. Va bundan tashqari biz ajoyib bir an'anani yo'lga qo'ydik. Mana ustozlarimiz bilan, ilmiy xodimlarimiz bilan birga Imom Termiziyni boshqa asarlari bo'lgan, aynan Shamoil Muhammadiyani ham xuddi shunday bizni o'sha Imom Moturidiy aqidasi, Hanafiy mazhabiga muvofiq bo'lgan
mana hozirgi kun o'quvchilari tushuna oladigan tarzda bir o'ziga xos bir ham akademik ham ommabop uslubda sharh etdik desam ham bo'ladi. Hozir nashrda turibdi bu kitob. Alloh nasib qilsa bir 2 oyning ichida nashr bo'ladi. Mana bugun ma'hatimizda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bilan hamkorlikda kitob taqdimoti o'tkazildi. Albatta Imom Termiziy markazi 2017-yil ochilgandan buyon biz Toshkent Islom instituti bilan doimiy hamkorlik o'tkazganmiz. O'rtamizda hamkorlik bo'yicha alohida memorandum imzolangan va albatta Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi allomalarimiz, jumladan Termiziy allomalar asarlarini hozirgi zamonaviy tilda tarjima qilib sharhlari bilan chop etishadi va biz bu asarlarni asosan mana shu ma'hatimizda o'qitiladigan o'zimizni mo'tabar asarlar qatorida Sunan-i Termiziy sharhi asari bugun taqdimoti bo'lib o'tdi. Biz 2017-yildan boshlab ma'hatimizda 2-kursda talabalarimiz hadis fani bo'yicha Sunan Termiziy asarini o'tadilar va unda albatta turli xil allomalarimiz bildirgan fikrlar, sharhlar, hoshiyalar bilan o'qitiladi va bugungi taqdimoti bo'lib o'tgan Sunan Termiziy sharhi kitobi ham aynan eng oxirgi jamlangan barcha fikrlar majmuasi deyish mumkin. Bu asarda hozirgacha bo'lgan Imom Termiziyni mana shu Sunan Termiziy asarlari bo'yicha bildirilgan barcha allomalarning fikrlari 100 dan ortiq kitobdan olib jamlangan desak bo'ladi. Shu jihati bilan albatta bugungi asar juda ham bir qimmatli va ikkinchi tarafdan bu kitob avvalambor mutaxassislar uchun, tolibi ilmlar uchun juda bir qo'l keladigan asar bo'lishi bilan birgalikda albatta bizni talabalarimiz uni arab tilida o'qib, o'zbekcha sharhini ham o'qishadi, lekin bu asar oddiy kitobxon uchun mana shu xalqimizni vakillari bo'lgan, o'zbek tilida o'rganaman degan odam uchun ham tushunarli tilda, ham bir jihatdan ilmiy akademik jihatdan va ommabop xalqchil tilda chop etilganligi bilan juda bir qadrli desak bo'ladi. Umuman olganda Imom Termiziy markazi tomonidan hozir juda ko'plab mana qisqa muddat bo'lishiga qaramasdan tashkil etilganiga ko'plab asarlar o'zbek tilida va sharhlari bilan, tarjimalari bilan chop etilyaptiki, ularning aksariyati bizni Toshkent Islom instituti yoki madrasalarimizda o'qitiladigan o'quv darslik hisoblanadigan qo'llanmalar, asarlar desak ham bo'ladi. Shu ma'noda bu hamkorligimiz kelgusida ham davom etadi. Albatta Imom Termiziy markazi bilan birgalikda bizni ustozlarimiz aynan bu tarjima, sharhlash jarayonlarida bizni ustozlar ham hamkorlik qilib mana shu yurtimizdan chiqqan, ayniqsa Termizdan chiqqan termiziylar allomalarini sohalar bo'yicha asarlarni tarjima qilishda hamkorlik davom ettiramiz deb umid qilamiz va bugungi kitob taqdimoti ham ilm ahli uchun, talabalar, umuman xalqimiz uchun yana bir yangilik, yana bir shu bir ilmiy ma'lumotlar olishda bir hissa bo'ladi deb umid qilib qolamiz. Mana bugun Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bilan hamkorlikda buyuk vatandoshimiz Abu Iso at-Termiziy hazratlarining Sunan-i Termiziyning o'zbek tilidagi Sunan-i Termiziy sharhi kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Mazkur asar butun islom olamida ulamolar tomonidan e'tirof qilingan Kutubus Sitta deb nomlanuvchi, ya'ni Qur'oni Karimdan keyin islom dinidagi muqaddas 6 ta hadis to'plamlaridan biri hisoblanadi. Bevosita Sunan-i Termiziy shunday ulug' kitobki, ulamolardan birining ta'kidlashicha, kimning uyida bu Sunan-i Termiziy asari bo'lsa, go'yoki payg'ambar alayhissalom u o'sha insonning ustida uyida gapirib turgandek bo'ladi deydi. Endi bu Sunan-i Termiziy sharhi, o'zbek tilidagi sharhi o'sha Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazining katta ustozlari va ilmiy xodimlari Hikmatulloh domla Abiyev, Aminulloh Hamidov
Mas'udxon Ismoilov kabi katta ustozlar hamkorligida mana shu kitob o'zbek tiliga sharh qilindi. Bu o'zbek tilidagi sharh bir qancha arab va urdu va boshqa tillardagi mazkur asarning sharhlaridagi eng qaymog'i, eng bir foydali jihatlari, muhim nuqtalari mana shu o'zbek tilidagi sharhda aks etgan. Bu asarni bevosita bizning Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti talabalari ham katta istifoda bilan foydalanib kelmoqda. Chunki bizning Toshkent Islom institutida 2-kurs talabalarimiz hadis fanida Imom Termiziyning Sunani Termiziy asarini avvalidan oxirigacha o'qib xatm qiladi. Mana shu asarni mazmun mohiyatini va undan iroda qilingan fiqhiy ahkomlarni teran tub asl mohiyatiga tushunib yetishda bevosita mana shu Sunani Termiziy sharhining o'zbek tilidagi sharhi nihoyatda muhim bir o'quv qo'llanma, darslik sifatida foydalanib kelyaptiki, avvalambor bu asarning o'zbek tili, ona tilimiz o'zbek tilida mana shunaqa chiroyli ilmiy asosda bayon qilishligi nafaqat soha mutaxassislari, balki o'zbek tilida gaplashuvchi oddiy xalq, omma xalqimiz ham bevosita bundan foydalanib, o'zlarining ibodatlarida yoki bo'lmasa chiroyli axloqlarni o'zlashtirishda bu asarning o'rni nihoyatda muhim. Va bu asardan tashqari ham Imom Termiziy xalqaro tadqiqot markazidan o'sha Al-Hakim at-Termiziy, Abu Isa at-Termiziy va boshqa Termiziy ulamolarning ham o'z shunaqa bebaho durdona asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinib, keng jamoatchiligimizga, xalqimiz e'tiboriga havola qilib kelinmoqda. Bizning Toshkent Islom instituti bevosita bu Imom Termiziy xalqaro tadqiqot markazi bilan bevosita hamkorlikda ish olib boradi. Ya'ni bizning talabalarimizni bitirgan talabalarimiz ba'zilari o'sha tadqiqot markazida ilmiy xodim bo'lib faoliyatini davom ettirib kelmoqda.